Million prosmotr olib kelgan bodringli salatni xo'jayinim ko'rib qolib, o'tgan yildan beri egovlik qiladilar, shuni qilamiz deb. Bo'lsin, siz aytganingiz bo'lsin deb, qo'llarim shunaqa ahvolga kelib o'tiribdi-da, bonkayvoman deb. Stories sizlarga qiziq bo'lsa, ko'p reaksiyalar jo'natinglar degandim. Ko'pchilik talab va istaklariga binoan videoni joylayapman. 40 kilogramm pomidor aytgandik, 4 xil narsa qildik. Bu ikrani o'zimizga obedga qildik. Baxtimga Allohon kelib, pomidorlarni chopperdan o'tkazishga tushib ketdilar. Ular bo'lmaganda rosa qiynalardim. Jo'natganlari uchun opamga ham kattakon rahmat aytib qolaman. Allohonga ham kattakon rahmat. Chopperdan chiqarilgan pomidorlarni solib, chesnoklarni tozalab, bolgarskiylarni shunaqa xohlagancha o'rta razmerda to'g'rab, gazni yoqib, pomidor va bolgarskiyni solamiz. Qaynab chiqqandan keyin 10 minut kutamiz. 10 minutdan keyin bodringlarni solamiz. Bodring ham 10 minut qaynagach, ukrop va chesnokni solib, uksusni solib, darrov olovni o'chiramiz. Bodring ko'p qaynab ketish kerak emas, yumshab qoladi. Hamma masalliqlarni o'lchovini opisaniyada aniq qilib yozib qoldiraman. Sizdan videoga like bosib, uni saqlab qo'yish. Shakar, tuz, yog', qora murch. Agar qalampir yeydiganlar bo'lsa, qalampir solsangiz ham bo'ladi, to'g'rab yuborsangiz bo'ladi. Bizda qalampir yeyish mumkin emas, shuning uchun solmadik. Ya'ni ayamga mumkin emas. 10 minut qaynab bo'lgandan keyin ukroplarni solib, chesnok va uksusni, hamma narsasini solib, bankalarga solib berkitishni boshladim. 10 minut pomidor soki qaynaydi, 10 minut bodring qaynaydi, so'ng olovni o'chirasiz. Atiga 20 minut berkitishingiz bilan 30 minutda ishingiz hal. Boshimdan suvlarni quyib berkitib oldim. Eslaman, sizlarga ham tavsiya qilaman. Yoqqan bo'lsa, danishlaringizga yuborib qo'ying. Ha, aytgancha menga obuna bo'lib qo'ying.